Ona nima yur? Televizorim bo'ydami deymi? To'xtachi bitta ko'ray. Ne naymisiz devorni teshdingiz? Yo'q. Assalomu alaykum rais bu. Opani bosdi. Tahorat olib yotay dedimi? Ha, onang nima gullarni eri xotin ustalami? Aka. Assalomu alaykum rais bu. Sizni o'xshatdim. Aprikol qilmang. Senlar darsingda uyqu bormi? Bir dir qilasan, bir devorimni teshasan, bir televizorni teshasanlar-ya. Qani, choydan iching rais buva. Choyingizni yig'ishtirib turing kelin. Menga qara, uyda bitta tualet bor, bitmagan. Shuni bitirib bera olasanmi? 100%. 100% bitirib berasan, a? Ishtirina. Menga qarash, agar yana dir qilib miyam qatig'ini chiqarishadigan bo'lsa, Xonsaroyda Muhabbat shahri loyihasida xonadonlar sotuvi 3-bosqichi davom etyapti. Boshlang'ich 20% ni to'lab, xonadon xarid qilib chiqib ketaman. Mendaqa qo'shni topolmaysan qo'ygan. Tushundingmi? Men bor uzr rais bu. Nima bu? Tualet. Qanday bu? Bunday yonbosh bo'lib, mana miyaga qon quyilibmi? Xuddi shunaqa qon bosimi bo'lsa, shahar kasali bo'lsa foyda qiladi. Mana yonbosh bo'lib kislorod aylanadi. Lechebniy tualet. Rosta! Gap yo zo'r chiqibdi-mi? Shuvoqlarni ham o'zing qilib berasan. Bo'pti. Rais bu. Akaji ham buni lechebniy deyording. Bu davlat aqlli odamni 3 kundan beri yotaman. Onay. Xohlasangiz lechebniy dushlarim bor. Qilib beraymi?